Assalomu alaykum. Chirchiq davlat pedagogika universitetining ustozlari va professorlari. Men Ramazonov Nurshod 2021-yilda Chirchiq davlat pedagogika universitetining gumanitar fakultetini tarix o'qitish metodikasi yo'nalishini o'qishni tugatdim. Tarix kafedrasidagi professor ustozlarning tavsiyasi va ularning maslahati o'laroq dunyo top mingtalikdagi universitet Boris Yelsin nomidagi Ural federal davlat universitetining magistratura bosqichi psixologiya yo'nalishiga o'qishga kirdim. 2 yil davomida ham hamkorlikda Chirchiq davlat pedagogika universiteti bilan bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Va shu universitetning tavsiyasi asosida aspiranturaga o'qishga qabul qilindim. Davlat granti asosida. Pedagogический psixologiya, psixodiagnostika yo'nalishi bo'yicha. Va menga tanlagan yo'nalishim bo'yicha исследование психологически благополучия педагог Россия и O'zbekiston mavzusida nomzodlik dissertatsiyasi uchun mavzu tanladim. Va bu mavzuyim asosida Chirchiq davlat pedagogika universitetining ustozlari, professorlari bilan hamkorlikda Rossiyaning OVAK jurnallari, Skopsk bazasiga kirgan jurnallarga biz ilmiy maqolalarni chop etdik. Bu yutuqlarga erishishimda Chirchiq davlat pedagogika universiteti gumanitar fakulteti va tarix kafedrasi ustozlarining ham o'rin ahamiyati beqiyosdir. Va Rossiya hukumati, Rossiya prezidenti tomonidan tashkil etilgan Zemskiy uchitel konkursida qatnashib g'olib bo'ldim. Va meni o'z mutaxassisligim bo'yicha, ya'ni tarix va huquqshunoslik o'qituvchisi sifatida Sverdlovskiy oblastining Yekaterinburg shahridagi, ya'ni 23-umum ta'lim maktabiga pedagog sifatida jo'natishdi. Va menga 12,000 AQSh dollarida pul to'lab berishdi. Ya'ni shu maktabga ishlab berishim uchun. Bugungi kunda parallel ravishda ham aspiranturada ilmiy ish qilyapman, ham maktabda tarix, huquqshunoslik fanlaridan o'quvchilarim ham olimpiadalarda qatnashib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishmoqda. Fursatdan foydalanib mana shu universitetni tashkil etishda boshu qosh bo'lgan ustozimiz, balkim yuzlab, balkim minglab shogirdlar chiqargan ustozimizga, Muhammedov Gafirjon Isroilovich ustozimizga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Gumanitar fakulteti ustozlari va rahbariyatiga, tarix kafedrasi ustozlari, professor ustozlariga ham o'zimning samimiyat ila chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmat bilan Yekaterinburg shahridan Boris Yelsin nomidagi Ural federal davlat universiteti aspiranti, Sverdlovskiy oblasti Yekaterinburg shahri 23-maktab o'qituvchisi, tarix va huquqshunoslik o'qituvchisi Ramazonov Nurshoddan maxsus e'tiboringiz uchun tashakkur.